Qaynonajon qaynona kulishizdan aylanay deb yelib yugurib qaynasini xizmatini mazax qiladigan kelinlarimiz bormi yoki yangi kelinlarimiz sarpalariga xalat ishtolar qidirib yuribdimi va bozorlarda aylanib voy turizmli narsani 300 mingga qilib bering deb yuribsizmi? 190 ming so'mdan sizlarga xalat ishtolar olib kirib qo'yganmiz. Narxlari 190 ming so'mdan boshlab 200 minggacha atiga o'rtalama shu xalat ishtolarimizni olib ketmaysizlarmi? Har xil model, har xil fason. Ustimda kiyib olganimni qaranglar. Homiladorligiga ham shunaqa asal turibdi-yu. Maza qilib kiyib olib ketasizlar, issiqqina, ya'ni yelib yugurib xizmatlarni qilib yursanglar ham sizlarning ko'zingizga mana shunaqa nebichni xalatlarimizdan olib kirib qo'yganmiz. Xullas, kelinglar sizlarga obzor qilib bering. Ko'p gapirganimdan aytib bundan ko'rsating deb komment yozasizlar. Hozir bilaman sizlarni. Mana bu xalatlarimizni qaranglar. Mana shunda har xil ranglar bor. Bordoviy qora deysizlarmi? Vau! Mana bu qizilini qaranglar. Materiallari ham qalingina. Materiallar ham qalingina qizi. Menga yana yoqqani bor-ku, men tepadagini ko'rsang bitta. Yubkali model ekan. Buni ko'chaga ham kiyib olsanglar bo'ladi qizlar. Mana bu modellarni qaranglar. Bellari bel boli, xullas har xillaridan olib kirib terib qo'yganmiz. Imam bitta ham tepada ham xalatlarimiz o'zlari ham bor. Mana har xil xalat ishtonlarimizdan, xalatni o'zidan xullas terib olib ketsanglar bo'ladi. Bu modelga necha? Narxlar aytib o'tganimdek 190 ming, 195 ming, 199 ming xullas har xil narxlarga ketaveradi. O'zingizga yoqqanini tanlab ovrasizlar. Mana ustimdagi yarashibdimi? Yarashgan bo'lsa kommentariyada yarashdi deb yozib qoldiringlar. Yana nima edi?